Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Men sizlarga pechenye, kurabi, zefir, zavarnoye testa, ekler, sladok kabi pishiriqlarni ishlab chiqarish, shuningdek, uskunamizda qo'shimcha sim kesish tizimi o'rnatilgan bo'lib, kesma gulli pechenyelarni ham ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Uskunamiz 220 volt elektr tokida harakatlanadi. Soatiga 1.2 kilovat elektr energiya sarf qiladi. Uskunamiz Tayvanda ishlab chiqarilgan. Agar qo'shimcha bunker sotib olsangiz, ya'ni shuningdek suyuq xamirlar, masalan keks, panki, rulet kabi mahsulotlarni ham ishlab chiqara oladi. Uskunamizda demak 99 ta menyusida xotira bor. Xohlaganingizni o'zingiz qo'yib ishlatishingiz mumkin. Uskuna sotib olish davrida xorijda tajriba olib qaytgan texnologimiz, ya'ni ustozimiz hamma narsani o'rgatib, ko'rsatib, ishlatib beradi. Demak, uskuna Tayvanda, Taynan shahrida ishlab chiqarilgan. Juda ham oson, uskunani ishlatish ham oson, uskunani yuvish ham oson. Siz aytgan hamma ishlaringizni bir zumda qabul qilib olib va ishlab chiqarib beradi. Bugungi kuningiz xayrli o'tsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.